Qadim zamonlarda Urgut tog'larining etagida bir qishloq bo'lgan. Unda bir soy oqib o'tardi va u qishloqning hayot manbai edi. Ammo bir kuni bu soy kutilmaganda qurib qoladi. Suv yo'qoladi, yerlar yorilib ketadi. Odamlar nega bunday bo'lganini tushuna olmaydi. Oradan ko'p o'tmay bir qo'rqinchli gap qishloq bo'ylab tarqaladi. Soyda ajina paydo bo'libdi. Dastlab bunga hech kim ishonmaydi, lekin bir necha odam soy bo'yidan qorong'u parda ichida harakatlanayotgan g'ayritabiiy maxluqni ko'rishadi. Ba'zilar tunda suv chekishga chiqqan edim, soy og'zida ko'zlari yonib turgan ajinani ko'rdim deb qo'rqib hikoya qiladi. Shu vaqtdan boshlab odamlar soyga yaqinlashmay qo'yadi. Yuraklarga qo'rquv va umidsizlik oralaydi. Nihoyat oqsoqollar maslahatlashib, uzoqdagi Kamqo'ton tog'ida yashaydigan muqaddas ilondan yordam olishga majbur bo'lishadi. Ey ilon, soyga ajina tushdi, suvimiz quridi, bolalarimiz chanqamoqda, yordam ber. Ilon odamlarning dardini eshitibdi. Cho'qqidan tushib, toshlarni silkitib, ajina yashiringan soy og'zini ochibdi. Aytishlaricha ilon o'zi ajina bilan yuzma-yuz to'qnash kelgan, kurashgan. Nihoyat suv yana otilib chiqqan emish. Ajina esa g'oyib bo'lib, soy yana hayotga qaytgan. Ammo ilon bu ishda juda kuchdan qoladi. Tog' cho'qqisiga chiqib, u yerda bir yirik toshga aylanib qoladi. O'sha tosh hozirgacha mavjud bo'lib, uni Ko'lbobo toshi deb atashadi. Soy esa xalqning minnatdorchiligi ifodasi sifatida Ilon soy deb nom olgan.